Assalomu alaykum aziz birodarim. Onani duo qilishi, onani xizmat haqida bir narsa aytib beray. Bir do'stim bor edi. O'zi ibodatga jam mahkam emas. Rossiyada savdo sotiq bilan shug'ullanadi. Xudoy taolo onasini hajga olib borishlikka taqdir bo'ptimi, nasib qilib qoldi. Bu voqeaga 2 yil bo'ldi menimcha. Onani hajga ketishligiga bir hafta qolganda birdaniga oyog'i ishlamay qoldi. Biz o'zimiz o'sha joydamiz, duo qilamiz, domla bir dam solib qo'ying deydi. Boshqa bo'ladi. Xullas hech aqlimiz olmaydi. Bir hafta oyoq ishlamadi, hajga ketdi. O'g'il Rossiyadan kelib, ular Madinada ko'rishgan. Ishonsangiz 40 kun onasini qo'lida ko'tarib yurgan. 40 kun yonidagi sheriklar aytadi. Shunchalik beminnat xizmat qilyaptiki, yig'lab yurib, kulib yurib, jon deb xizmat qilyapti onasini. 40 kun shunaqa xizmat qildi. Ka'ba-i muazzamani oldida ona bu o'g'ilni duo qilgan. Bolam, menga qilayotgan mehnating, xizmating, mehringni mukofotini bolalaringdan ko'r degan. 2 ta farzandi bor. Ikkovi ham yoshligidan Rossiyaga ketgan. O'sha o'risni maktabida o'qishadi. O'risni tarbiyasini ko'rgan. Ishonasizmi? Hech qancha vaqt o'tmay o'g'il Turkiyaga o'qishga ketdi. Qur'on o'qiyapti, til o'rganyapti. Kuni kecha qizi o'sha o'risni maktabida o'ris qizlar bilan yurgan qizi kuni kecha Misrdan Qur'on yodlatishga oliy ijoza olib keldi. Qur'on yodlatishga oliy ijoza. Hadis fanidan dars berishga ijoza olib keldi. 2 yil bo'lgan onani duosiga. Payg'ambarimiz alayhissalomning gaplari haq. Onani farzandiga qilgan duosida parda bo'lmaydi, to'sib qoladigan. Bir hafta bo'ldi. Men bu bolani oxirati uchun qanaqangi onani foydasi bo'lgani duosini aytib beryapman-da. Endi dunyosini qarang, shunchalik Xudo baraka berdi dunyosiga. 10 kun bo'ldi, ayoli kelib, o'zining mahramlari bilan domla dadamni sizga salom aytdilar va shaharchada bir hovlilari, uylari bor. Mana shu uyda hujjatini sizga topshirishimni aytdi. Bolalar uchun xohlasangiz sotib ishlating, xohlasangiz o'sha joyga yetim bolalarda uysiz bolalarni qo'ying deyapti. Bunchalik tez ijobat bo'lganini, bunaqangi katta natija berganini hali ko'rmagan edim. Payg'ambarimiz to'g'ri so'zlaganlar. Onalarni, bolalarni haqida qilayotgan duolar ijobat. Do'stim, qabul bo'lsin. O'sha 40 kunlik xizmatingiz jannatda ham asqotsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.